Assalomu alaykum barchaga. Homiladorlar yaqinroq kelamiz. Bu video nima haqida? Toksikozlar haqida. Toksikoz tugab ketmaydi. Hech qachon tugamaydi. Sentyabrda 6-sida homiladorligimni bilganman. Ya'ni 4 haftalik, 5 kunlikmi bo'lgan. Уже yurakchasi chiqqandan keyin уже boshlangan. Yana o'ziga tushganman. Toksikoz dorilar olganman. Bitta ampulasi, endi misol uchun bitta ampula, mana shunday ampulangiz 50 ming so'mlik. 70 ming so'mlik ampuladan ham olganman, lecheni olganman. Bitta kapli misol uchun 150 ming so'mlik. Misol tariqasida olganman, toksikozim to'xtamagan. Toksikozim to'xtadi deb o'ylab normal doks ichishni to'xtatdim kecha. No afsuski hali toksikozim tugamagan. 16 haftalik homiladorman. Toksikoz tugab ketmaydi. Jigaringni tozalash kerak, buyraging toza bo'lishi kerak, gemoglobining bo'lishi kerak. Menda hammasi chotki chiqqan. Toksikoz bu gen surari qizlar. Ishonmanglar doktorlarning gapiga. Mana shuncha narsa yozib bergan. 3 kun больницada yotganim uchun shuncha narsa yozib bergan. Shunchasi qolib ketgan mana. Bekordan bekorga qolib ketgan. Shu uchun baribir toksikoz bo'ladi, toksikozim qoladi deb har balolar qilib yotmanglar. Eng yaxshisi normal doks. Ikkita ichib yotaman. Spokойно yotaman. Ertasi kuni ham spokойно. Hozir ancha yengillashgan. Oldin normal doksni boshida 3 tadan ichardim. Hozir ancha yengillashgan. Sizlarga maslahatim shu mana. Shuncha itogo mana shu paytgacha bo'lgan, yaqinda o'ziga tushib kelgandim. Bitta yozib ketyapman. Itogo shu paytgacha bo'lgan nimalar, rasxodlar 3 million so'm bo'lganda, bu yerga добавка yozganmiz. 3 million so'mlik rasxod bo'lgan. 16 haftalik bo'lgancha homilam.